A kategoriyaga imtihon topshirishni bugun sizlar bilan birga o'rganamiz. Birinchi mototsikl zavod qilish uchun kalitni buraymiz, start tugmasini bosamiz va zavod qilamiz. Bo'ldi, mototsiklimiz zavod bo'ldi. Birinchi disiplinani o'zimizga tortamiz, chap oyog'imizni muftani bosamiz, birga urib olamiz. Bo'ldi. Disiplinani bosib birga urdik. Startdan kiraverishga pavorotnikda chapga yoqamiz. Mana pavorotnikimiz chapga yoqildi. Mototsiklimiz yurish uchun disiplinani sekin qo'yib yorib, sekin gaz beramiz. Start chizig'ida orqa balog'imiz o'tganda pavorotnikni o'chiramiz. Bo'ldi. Mototsikl, mopedlarni boshqarish uchun sizga A kategoriya kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz zigzag mashqdir. Bunda faqat birinchi skorostni bajarasiz. A kategoriyadagi uchinchi mashq узкий yo'lakcha. Qolgan mashqlarni kuzatib borish uchun bizga obuna bo'ling. Mototsikl, mopedlarni boshqarish uchun sizga A kategoriya kerak bo'ladi. To'rtinchi mashqimiz tezlanish bo'lagi. Birdan ikkinchi skorostga olishga disiplinani bosamiz. Disiplinani bosib, skorostni orqaga oladilar, shunda 2 ga o'tadi. Skorost 2 ga urildi. Disiplinani sekin qo'yib yoramiz, sekin qo'yib yorib gaz beramiz, mashinamiz harakatlanadi. Mana shu chizig'imizga yaqinlashganlarida birinchi skorostni o'rchishlari shart. 2 dan 1 ga olib kelganlarda stop liniyada 30 sm masofada to'xtab, 30 sekund bitta oyoqlarni qo'ygan holda hordiqchi qolsa-da bo'ladi. Bu mashqimiz tugadi. Keyingi mashqlarni kuzatish uchun bizga obuna bo'ling. Mototsikl, mopedlarni boshqarish uchun sizga A kategoriya kerak bo'ladi. Keyingi mashqimiz 90 gradusli xavfli burilish. Sizda kirganda o'ngga port yoqiladi, chiqqanda o'chiriladi. Vo. Ruschasi katta trap, o'zbekchasi katta ko'prik. Shunda harakatlanayotganda qolgan mashqlarga nisbatan sekinroq harakatlanadi. Chiqib, chap qo'l bilan ikkinchi yo'lakka kirish. Vasmorkaga shu tarzda kirib kelinadi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz adashib, birinchi kirishda adashtirib qo'yapti. Birinchi kirish o'ng qo'l bilan kiriladi. Ikkinchi kirimi chap qo'l bilan kiriladi. Ko'pchilik shu mashqda adashtiryapti. Qani, ketdik. Keyingi mashqimiz finish. Pavorotnikda o'ngga yoqib chiqib ketamiz. Mashq bajarayotganda oxirgi harakatimiz finishda o'ngga pavorotnikga yoqib chiqib ketamiz.